Assalamu alaikum, ардактуу Учкун Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 25 апрели күнгө жекшемби. Биз азыр Кара Суу районунун Мада айыл өкмөтүнө караштуу Учкун айылындагы Учкун мал базарынын бет алдында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон жалпы мал жандыктардын баасын билип чыгабыз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга катталып жазылганды унутпаңыздар. Алгач биз майда жандыктардан, кой базардан баштайбыз. Kozu kança oldu aka? Kança? 7,5. 7,5 oldu. Hava kança oldu bunlar? Koçkor bu? Koçkor. Ekoten koçkor eken, acı pıçım oldu bu? Koçkor. Kançadan mı oldu? Bilmedim ya azı. Satalex be? Aldı bura aldı. Esi, bu mu mesken? Onda kılvan. Uzununu alsanız. 8,5. 8,5 ming болып тұршыл ғой. Мына достор, қой базар ушинтип эшиктин оозуна чейин чыгып кеттик. Ушулар сурап көрөлү. Мынаны канчадан деп атасыз аба? 2,5'dan. 12,5. Солук бул? Солук. Ne oldu? Şuradan aşağı. Bul dele soluk, je toxtu bu. Soluk. Bul dele 12,5 ha? 12,5 ming so'mdan deydi. Sen qanchada otasın ukam? 15'ten kam var. 15 kam var. Qancha tish soluk bul? Qancha tish? 15 ming so'm kemi bor deydi. Ya. Buna 14 ming'e buna gördün mü? Koçkor o'xshaydi. Horoz любой жерде Qanchada otasın? Oğlum bir Bas qanchada otasın? 18 degenden 14 ming'e sorak kaldı otan. Buna oqsoqol dele. 3 ötеңiz. Mынау qo'chqor ekan. Bu soluk. Nolcha qo'chqor bu? Eki qo'chqor bir soluk 65 ming so'm deydi. Cho'ng ekan chindığında, biyik ekan, semiz ekan. Mına qo'zli qo'yib ava? Yok özünce koy. Ha, o'zi qanchada otasiz buni? Ma'qul. Keyingi o'taramiz, bu qarshilik ko'rsatdi. Qanchada otasiz taqsir? 10 ming so'm. Eng arzon ekan bu. Qarg'a ekan biraz. Nerede jalan qo'zlar turadi? Jalan qo'zlar o'xshaydi bular, ha? Erkek bir qachi bu? Aralashgan. Qancha oylik bular? 2,5-3 aylık. Qanchadan da otasızlar? Urgaççısı var mı? 80 var. 8.500 so'mdan deydi. 8,5 ming so'mdan deydi. Bular soluq ekan. Sizcha ava soluqlar qanchadan da otasiz? 14 12. 14-12. To'xtu bular. Na to'xtu. 14. Nol aq 14. Bul 12 deydi. Qancha oldu ava bul qo'zlu? 20 ming so'm oldu. 3 qo'zusu menen 20 ming so'm oldu. 20 ming deydi. To'xtu o'xshaydi akam? Qanchada otasın buni? 11 bin. 11 ming so'm kemi bor deydi. 8'den qo'y ber deb so'raptir. Bularcha? Var 10 bin kam. 10 ming. 10 ming so'm kemi bor deydi. Nolcha? Alındı. 11,5 mingga alınıptır bu. Ular parodağı. Parodağı taqsir bular. Ha, qaysi paroda? Ha? Gisar ekan. Gisar parodasındagı qo'zlar ekan. Jaşı qancha oylik bularning ava? 3 ay. 3 aylık. Erkek turqachi bu? Erkek. Jalan erkek. Qanchadan da? 8,5. 8,5dan da otasız bu. 15. 8,5 ming so'm, 8.500 so'mdan deydi. Salamazsın mı? Mına soluq o'xshaydi. Qanchada otasın? 14. 14 ming so'm deydi. Şaka vermedi. 12'ye vermedi. 12'ye bermektir. Bulçu bul. 12'den götürdüm. Mına to'xtu. Bu neme? Qo'chqor bu. Ya, urgaçı. Urgaçı bu. Qanchada otasın buni? Bunu 9'a vermedi. 9'ga berber. Qancha qo'yarsan anda? 10 ming so'm deydi. 9'ga beribdir. Taqsir bular to'q. Eğer olup qaysi kunga belgilengan bo'lsa men onu qilib qo'yaman. To'xtu o'xshaydi bular, ha? Ekoten. Ha? Qo'ziq qo'chqor ekan. Qanchada otasiz, ha?
9 ming so'mdan deydi şu ekoni. Bular da qo'z ekan. Erkek burg'achi va bular. Erkek. 3 eten erkek. Qancha oylik? Aylamı bilmem. Bası qanchadan deb otasiz aqchasini? 8 ming satıldı bu. 8 mingga sotildi bu o'sha. Ekochi 10 ming. 10 ming. Sal cho'ng'iroq ekan bular ham. 8 mingga sotilibdir. Qolgan ekoni 10 ming so'mdan deydi. Do'stim, bular soluq o'xshaydi. O'zbi qisir bu. Kısır. Bari qisir ha. Qanchadan deb otasin? Ne oldu? Kısır. Bundan kozular var bularda. Ha, qo'zluvi. Nol qancha deb otasin? 15 total. 15 ming so'm. Narxi-chi qo'zluvini? 14. 14 ming so'm deydi. Nolcha? Oldu 15. 15. Nav qo'zisi ha? Qo'zisi cho'ng'iroq ekan 15 ming so'm deydi. Sizchi taqsir? 10 ming so'm aka. 10 ming so'm. Eng arzon. Yana bor. Eng arzon. Endi ola qo'y ekan 10 ming deydi. Olib semitish kerak ekan buni ha? Cho'pcha o'xshaydi ha? Bola semir, orqasi olgan. Ha. Bular to'xtuvi ha? Qo'z qo'chqor bu. Yok, iyi mi tok dolu? Ha, bir aydan. Shuni qancha deb otasin uni? Misoli. 10 bin kam var. Narxi-chi? Ökanı. Ekon teng 10 ming so'mdan kemi bor deydi. Assalomu alaykum taqsir. Soluq bu bular? Qo'chqor bu bari. Mana birinchi turgan qancha deb otasiz? 14. Qo'ziq qo'chqor o'xshaydi ha? 14 ming so'm deydi. Qolganlari-chi? Nolcha misoli? Oşu, aka şu 14'ten. 3 14 dan deydi. Semizkan ha? So'yishga jaraqday. Nollarchi? Ular da aka nima deyapti? 13 ming so'm. Ular da qo'ziq qo'chqorda turadi. 13 ming, 14 ming so'mdan deydi. Baga turgan qo'ziq qo'chqorlar ekan. Oho, bu yoqda da. Assalomu alaykum taqsir. Bular qo'chqorlar bu? Qanchadan deb otasiz? 18'den 17'den 18 17. 16 15 tele var. Bag'ilgan bular. Ava bağılgan. Dag'i baqsa bo'ladi. Ava 16 15dagi qaysilar? Nolar bu? ava kişiler. Mana kichinaları 10 15 16 deydi. Bular 17 18 ming so'm deydi. Mana shu qo'chqorlardan so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum taqsir. Ro'zangiz qabul bo'lsin. Qo'chqorlar o'xshaydi ha? Qanchadan o'tasiz? 13 dan bari. 13 ming so'mdan deydi shuni bordig'ini. Mana do'stlar, ba arqil. Qancha ol taqsir bular qo'zlar? 15 oldu. Eko 15. 7,5 dan 15 bo'lib tur shu. Erkek burg'achi bu? Erkek qo'zi qo'chqorlar ekan. Mana do'stlar, qo'y bozorga bo'lgan bugungi chiqarilish oyoqtadi. Endi biz hozir uy bozorga borib, uylardan bahosin tartamiz.